8-mart bugun onajonlar bayrami degan she'rli bo'lardi maktabda. Xo'p, oy boshiga xudo xolisa savdolar qimillab qopti o'zimda. Xullas, men o'yladim faqat 8-martga savdo yaxshi bo'lyaptimi desam, mana bunaqa begovoy daroshka. Menimcha qaysidir aka keniga olib beryaptilar. Shuni to'g'ri qabul qilamiz. Gapimning ma'nosi oy boshidan savdo bo'lishini, yaxshi bo'lishini sababi menimcha 8-martga. Mana bunaqa bittali topshirganlar bor. O'zi kelib qo'lida ana. Narsam bo'ladi, bijuteriya, soat, o'shanga o'xshash narsalarni ko'proq masjidga topshirishadi. Katta tovarlarni anaqa laboratoriyaga olib kelishyapti. Endi bu FBS haqida ozgincha ma'lumot berib o'tdim-da. FBS boshqa joyda. FBO katta akalar ishlaydigan joy.